Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan Windows operatsion tizimini o'rnatganimizdan so'ng va uni sozlab olganimizdan so'ng bizga kerak bo'ladigan ba'zi bir dasturlarni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bu dasturlarni o'rnatib olish bu keyingi foydalanishimizda qulayliklar qilish maqsadida qilinadi. Bu dasturlarimiz Google Chrome, Total Commander, PDF fayllarni o'qish uchun ba'zi bir programmalar, Download Master internetdan yuklab olish uchun kerak bo'lgan dasturlar, MP3 player AIM4 qo'shiqlarni qo'yish uchun va KM player video formatdagi fayllarni o'qish uchun. Lightshot esa ekranimizdagi skrinlarni ko'rsatish, skrin olish va kerakli joylarini belgilab kimgadir ko'rsatish. Demak, bu dasturlarni muhimligi hozir videoda tushuntirib aytib o'tib ketaman. Demak, birinchi Google Chrome dan boshlaymiz. Brauzerni ochamiz, ya'ni Microsoft Edge dasturini va bunda stavitni qo'yamiz va download deb yozamiz. Ya'ni yuklash. Agar siz nima qilmoqchi bo'lsangiz, rus tilida ham skachatib yozishingiz mumkin. Muammo emas. Va bizga mana shunaqa variant chiqadi. Bundan birinchisini tanlasak ham bo'ladi. Maniki. Yoki quyidagi manzilga to'g'ridan-to'g'ri o'tishingiz ham mumkin. Demak, endi skachat Chrome'ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana Chrome dasturi yuklab olindi. Endi bu narsani ustanovka qilishimiz kerak. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Dasturlar o'rnatishda ularni har biri har xil tarzda o'rnatiladi. Zapustitni bosamiz. Chunki, masalan, hozirgi o'rnatayotgan Chrome dasturimiz bu o'zi installer deyiladi. Ya'ni bu kerakli fayllarni internetdan zagruzka qilib olib turib, keyin o'rnatadi. Ba'zi bir dasturlar bor, internetdan birinchi yuklab olasiz, megabayt kattaroq bo'ladi, ya'ni hajmi. O'sha yuklab olingan faylni ichida hamma kerakli narsasi bo'ladi. U avtomatik tarzda ishga tushirganingizda ustanovka bo'ladi. Hozirgi holatda esa Google Chrome dasturini installerini birinchi yuklab oldik va u installer esa hozir Google Chrome'ning kerakli bo'lgan qolgan fayllarni yuklab olyapti. Bu fayllarni o'zimiz agar sizga offline tarzda kerak bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda salgina boshqacharoq izlashingiz ham mumkin. Buning uchun Google Chrome offline download deb yozsangiz, mana bu joyda o'zini ham nimasida berishligi mumkin. Mana e'tibor bering. Mana bu qismida o'sha joyga o'tib ketyapti. Xo'p, mana bu qismida e'tibor bering. Alternative Chrome o'rnatadigan nima bor? Manzil bor. Bu standalone version deyiladi. Bu versiyasida siz o'sha faylni o'zini birinchi yuklab olasiz. Mana bunaqa tarzda zagruzka bo'lmaydi. Bu faylni o'zini yuklab olganingizdan keyin o'sha faylni ishga tushirasiz, avtomatik tarzda o'rnatiladi. Ana endi hozir e'tibor bering. Bizlar ekranimizda hozir Korzinka va Microsoft Edge va bittagina faylimiz bor. Hozir bu ustanovka jarayoni tugagandan so'ng esa Chrome dasturining nimasi yorlig'i hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa. Va dasturimiz ham avtomatik tarzda ishga tushdi. Endi shu joyda biz Google Chrome dasturini, ya'ni brauzerini po umolchanию, ya'ni default holati ishlatadigan qilishimiz kerak. Buning uchun Start browser po umolchanию degan nimaga bosamiz, tugmaga va bu joyda brauzerni topamiz. Mana web browser. Hozirgi holati Microsoft Edge dasturi turibdi. Buni o'rniga ustiga bosib Google Chrome'ni tanlab qo'yamiz. Bu joyda nima bo'lsa ham o'zgartiravergan deb aytamiz. Mana ko'rib turganingizdek, web browser o'zgardi. Endi mana shu joyda e'tibor bering. Mana bu joyda sariq holat sizda ham bo'lib qolish ehtimoli katta. Bu nima deyapti? Bu joyda o'rnatilishi kerak bo'lgan brauzerlarni aytyapti. Ya'ni bu o'sha Chrome dasturining nastroykasi hisoblanadi. Nastroykasiga kirish oynasi. Bu joyda Internet Start va Poisk Yandex degan qo'shimcha pluginlarni o'rnatishi qo'shilganligini so'rayapti. Buni biz o'chirib tashlashimiz kerak. Bular ortiqcha. Demak, udalit o'ng tugmani bosdim va udalitni bosaman. Yana bosaman, o'ng tugmani bosaman, udalit. Demak, ko'rib turganingizdek, ana endi toza holatga keldi. Xo'p, Google Chrome dasturimizni o'rnatish jarayoni mana shunaqa bo'ladi. Endi keyingi dasturni o'rnatamiz. Keyingi dasturimiz bu Total Commander dasturi. Total Commander dasturini menda oldindan yuklab olingan holatda turibdi. Bu ya'ni F diskning ichida Total Commander ustanovичный fayl deyiladi yoki standalone versiyasi. Buni hozir ishga tushirishim bilanoq Total Commanderni o'rnatish jarayoni ishga tushib ketadi. Bu endi bir qancha aytaylik 2-3 daqiqa atrofida vaqtingizni oladi. Keling biz siz bilan mana ko'rib turganingizdek Total Commander o'rnatish jarayoni boshlandi. Mana hozir biz mana Total Commander dasturini o'rnatish jarayonini ko'rdik. Endi bu dasturni e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita yorliq hosil bo'ldi. Bu yorliqlarni bittasi 86, bittasi 64. 86 degani bu 32 bitli operatsion tizim uchun mo'ljallangan, 64 esa 64 bitli operatsion tizimga mo'ljallangan. Lekin e'tibor berganingizdek, 64 razryadli bilan 86 ikkalasi bitta joyda chiqyapti. Ya'ni ikkalasini ham ishlatishga imkoniyatiga egamiz. Buni sababi shundaki, 64 razryadli, ya'ni bitli operatsion
operatsion tizimda biz 32 razryadli bitli dasturlarni ishga tushira olamiz. Ya'ni muammosiz ishlaydi. Lekin biz 64 razryadli programmani 32 razryadli operatsion tizimda ishga tushira olmaymiz. O'shani yaxshilab eslab qoling. Xo'p, ana endi bu dasturni ishga tushirib ko'rsak, quyidagicha interfeysga ega bo'ladi. Bu interfeys orqali siz fayllarni boshqarish va turli xil amallarni nusxa qilish va disklar o'rtasida almashinuvlarni ko'rishingiz va bajarishingiz mumkin. Bu Total Command mavzusiga hali yana qaytamiz. Endi keyingi dasturimiz. Bu keyingi dasturimiz esa mana shu 3 ta dasturlardan birini tanlaymiz. Hozir PDF Exchange Viewer degan dasturni olamizda o'rnatamiz. Bu bilamizki, ko'pgina hujjatlarimiz bor. O'sha ko'pgina hujjatlarimiz PDF formati bo'ladi, ya'ni kitob formatida. O'sha fayllarni ochishlik uchun biz PDF o'qiydigan, ko'ra oladigan dastur o'rnatishimiz kerak. Bu PDF Exchange Viewer. Downloadni bosamiz. Ko'rib turganingizdek 17 megabayt atrofidagi hajmga ega. Ayni vaqtda keling siz bilan bir PDF formatdagi kitobni ochishga harakat qilamiz. Aytaylik, masalan, Pragmatic Guide to SaaS degan PDF formatdagi kitob. E'tibor bering. Ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, Microsoft Edge dasturi bilan ochishni bizga taklif qilyapti. OKni bosamiz. Ya'ni bu o'sha Microsoftning brauzeri tomonidan ochib ichidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Chunki PDF fayllarni o'qish imkoniyati deyarli barcha brauzerlarda mavjud. Lekin sizda masalan ba'zi holatlarda pechat qilish bilan bog'liq muammo yoki PDF fayllarni bilan alohida ishlashni xohlab qolasiz. O'shanday holatda sizga mana bu, ya'ni PDF Exchange Viewer yoki bo'lmasa mana bu programmalardan bittasini o'rnatib olishingiz mumkin. Hozir men mana bu joyda bittaman buni ko'rsatib ketyapman. PDF Exchange Viewerni qolganlarini o'zingiz internetdan olib o'rnatishingiz mumkin. Demak, Показать View va hozir e'tibor bering, bu joyda PDF Viewer zip formati kelyapti, ya'ni arxiv holatda kelyapti. Bu faylni arxivdan chiqarish uchun demak, извлечь все degan menyuni tanlaymiz va извлечь. Endi bu joyda mana bu faylni ishga tushiramiz. 2 marta bosish orqali. Zapuskni bosamiz, tilni tanlaymiz. Okey. Endi e'tibor bering, Далее tugmasini bosamiz. Я принимаю условия, ya'ni o'sha dasturdan foydalanish uchun talablarini bajaraman. Далее qayerga o'rnatishni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Bu protsedura, ya'ni mana shu jarayon deyarli barcha dasturlarda bo'ladi, faqat uni o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin. Lekin aslida teginmagan ma'qul, chunki standart holati C diski, program faylosga va Cracker Software degan pakiga tushadi. Далее xo'p, nomi holati, demak, Далее brauzerda ko'rsatsimi yo'qmi deyapti, значка qo'yillikmi deyapti. Mana bu рабочий stolga mayli qo'yamiz. Далее Pro version, ya'ni professional versiyasini o'rnatamizmi yo'qmi deyapti. Bizga free version bo'laveradi, ya'ni besplatniy variant. Далее установить. Ko'rib turganingizdek, biz istalgan bir dasturni o'rnatish jarayonini mana shunaqa tarzda amalga oshirishligimiz mumkin. Bu bizga nima beradi? Bu shunchaki dasturlarni o'rnatish jarayoni bir xilligini ko'ryapmiz. Ularni har birida shunaqa amallarni bajaramiz, ya'ni kerakli joyini ko'rsatamiz va ularning yorlig'i yoki qo'shimcha opsiyalarini tanlashimiz mumkin. Endi bu dasturni ishga tushirishni so'rayapti. Xohlasangiz ishga tushirishingiz mumkin. Bayroqchani olib tashlayman. Завершить. Endi keling, imенно mana shu dastur bilan buni yopamiz, yana yopamiz. Imенно o'sha dastur bilan biz boyagi faylimizni ishga tushiramiz. Endi 2 marta bosadigan bo'lsam, baribir brauzer bilan ochib ketyapti. Lekin men brauzer bilan ochishni emas, balki boyagi uстановка qilgan dastur bilan ochishni xohlayman. O'shanday holatda kerakli faylni ustiga olib boraman, o'ng tugmani bosaman, открыть с помощью deyman va mana bu joydan выбрать другое приложение. Agar bu joyda mana bu ro'yxatda bo'lmasagina, agar mana shu joyda Exchange Viewer bo'lganda, men boshqa dasturni tanlab o'tirmasdim, ya'ni mana bu menyuni tanlamasdim. Demak, bosamiz. Bu joyda yana e'tibor bering, topilmadi. Еще приложение. Mana bu joyda endi yana ham ko'rinmayapti. Agar bu joyda ko'rinmasa, demak sizni dasturingiz kerakli format bilan assotsiatsiya bo'lmagan. Buning uchun kerakli dasturni topamiz. Yodingizda bo'lsa, biz C diskimizda o'rnatilgan edi, найти другое приложение. Ana endi kerakli dasturni topamiz. Buning uchun mana lokalniy disk C diski program faylsga kirdi. Endi buni ichida bizga kerakli bo'lgan dastur o'sha mana Tracker Software degan papkani ichida va PDF Viewerni ichida mana PDF Xview degan programma turib, imенно o'sha dasturni tanlaymiz va открытni bosamiz. Ana endi mana shu dasturni PDFlarni ko'rish uchun umolchaniy qilaymi deyapti. Ya'ni har safar PDF ochganda mana shu dasturni bilan ochsammi deganda ha deyapti va не спрашивает будущем, ya'ni boshqa so'ramagan bu narsani deymizda ha deb javob beramiz. Endi bu o'sha dastur assotsiatsiya qilib oladi. Endi ko'rib turganingizdek mana nisbatan qulay bo'lgan formatda siz ko'rishingiz, mana bu joyda navigatsiyalari bilan bosib ko'rib qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Shunday ekan, bu dasturni o'rnatib olish menimcha kerak deb o'ylayman. Endi keyingi
dasturga o'tamiz. Keyingi dasturimiz bu Download Master. Download Master orqali biz turli mana bu ortiqcha dasturlarni yopamiz. Buni ham yopamiz. Endi Download Master skачать. Bu dastur boya aytganimdek, kerakli fayllarni yuklab olishga xizmat qiladigan dastur. Buni ofitsialniy sayti mana bu westbyte.com. O'sha saytga o'tamiz. Boshqa saytlardan ham yuklab olishingiz mumkin, muammo emas, lekin ehtiyotkorlik sabab o'zini ofitsialniy saytidan yuklab olishni maslahat beraman. Demak, yuklab olishni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, uncha katta bo'lmagan dastur. Bu dastur orqali biz nimalar qilishimiz mumkin? Bu dastur orqali siz qaysidir faylni yuklab olyapsiz. Aytaylik, tasavvur qiling 1 gigabayt yoki undan ham yuqori bo'lgan katta hajmdagi fayllarni yuklab olyapsiz. O'shanday holatda siz internetingiz to'xtab qoldi, svet o'chib qoldi yoki nimadir sabab bo'ldi-da internet ishlamay qoldi. O'shanday holatda Download Master dasturi zagruzkani pauza qo'yadi. O'sha kelgan joyidan kompyuter yoqqan paytingizda yoki internet kelgan paytda yana davom ettirishingiz mumkin. Lekin bunaqa imkoniyatni ba'zi bir brauzerlar bo'lsa, bunaqa imkoniyatni qila olmaysiz. Ya'ni yana kelib qolgan joyidan davom ettira olmaysiz. Именно o'sha sababdan men sizga Download Master dasturini o'rnatishni maslahat beraman. Demak, запустitni bosamiz, tilni taniymiz, okey, dalее, принимаю, dalее. E'tibor bering, bu 32 bitli dastur ekan, o'shaning uchun 86 degan papkaga tushadi. Dalее, xo'p, nomi, dalее va рабочий stolda yorliq hosil qilish. Установить. Endi mana e'tibor bering, o'rnatgan dasturlarimiz sekin shunaqa ko'payib ketaveradi. Siz ham ekraningizda shunaqa dasturlarning yorlig'i hosil bo'ladi. Endi bu bizga taklif qilyapti, Yandex brauzerini o'rnatishni xohlaysanmi, deyapti. Yo'q deymiz. Dalее va открыть Download Master. Hozir Download Masterni ishga tushiramizmi, deyapti. Завершить. Ishga tushiramiz. Bu ishga tushirgandan keyin aytyapti, rahmat deb. Xo'p, endi mana dasturimizning interfeysi mana shunaqa tarzda. Bu dastur orqali keling siz bilan oddiy narsa ko'ramiz. YouTube emas, keling mayli, Megasoft degan .uz degan sayt bor va bu saytda katta hajmdagi dasturlarni olishimiz mumkin. Aytaylik, FreeBSDga bosaylikcha, mana taxminan 2 gigabaytga yaqin atrofidagi fayl. Именно shu dasturni yuklab olishni bosamiz. Hozir mana e'tibor bering, 1 soatcha yuklanadi deyapti, lekin 1 soat bizda muammo bo'lishligi mumkin. Ya'ni internetimiz sekinlashib qoladi, boshqa bo'ladi. O'shanday holatda sizga mana bu manzilni olamiz, kopировать ссылку va birdaniga o'sha buferga olganimizdan keyin e'tibor bering, o'zi Download Master dasturi topib oladi, buferdan manzilni sizga programma arxiv ekanligini aniqlab yuklashga taklif beradi. Hozir nachatni bossam, e'tibor bering, yuklash boshlanadi. Endi bu joyda yuklanaveradi. Tasavvur qiling, yarimlariga keldingiz va o'shanday holatda internet o'chib qoldi. Agar brauzerda bo'lsa, mana bu narsani davom ettira olmasligingiz mumkin. Lekin mana bunda shunaqa imkoniyat bor. Pauza qo'yishingiz mumkin. Pauza qilib qo'yasiz, buni yopasiz, keyin mana programma pastda turibdi. Kompyuter yana o'chirib yoqqandan keyin Download Master dasturini mana yana ustiga 2 marta bosib turib возобновить qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yana o'sha joydan davom ettirishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Demak, bu shunaqa qulay imkoniyatga ega. Bu dasturni maslahat beraman, albatta o'rnatib oling, sizga ko'p qo'l keladi. Davom etamiz. Endi bizning keyingi dasturimiz esa AIM4, ya'ni o'shalarni MP3 formatdagi fayllarni o'qish uchun mo'ljallangan dastur. Bu dastur ham anchagina qulay. Agar siz musiqani eshitishni yaxshi ko'rsangiz kompyuterda, bu dasturni o'rnatib olishingiz kerak. Hop, AIM4 skачать. Bu dasturni ofitsialniy sayti o'zi RAW formatda emas, boshqacha bo'ladi. Ofitsialniy sayti download deb yozsak, download. Shu versiya ekan. Adashibman, uzr. Demak, mana shu joyda e'tibor bering, Android versiya ham bor, Windowsga ham varianti bor. To'g'ri 7 versiyasini bosadigan bo'lsak, yuklab olish oynasiga o'tamiz. Endi bu joyda AIM saytini o'zidan va boshqa manzillardan ham ko'chirib olishimiz mumkin. AIMni o'zidan ko'chiramiz, chunki bu unchalik katta fayl emas. 18 sekundda yuklab olar ekanmiz. Xo'p, bu playerni ko'p kishi biladi. Androidda shunaqa versiyaga ega. Ko'rinishga mana bu telefonda, mana bu kompyuterda playlistlar yaratib olishingiz mumkin. Kerakli fayllarni topib olib, joylashtirishingiz mumkin va ularni qo'yib backgroundda ishlatishingiz mumkin. Demak, faylimiz yuklandi. Ana endi bu dasturni ishga tushiramiz. Запустить. Tilni tanlaymiz. O'zbek tili ham adashmasam bo'lishligi kerak. Mana e'tibor bering. Agar o'zbek tili qiziq bo'lsa, o'zbek tilida ham o'rnatishingiz mumkin. Okey. Dalее, условияni qabul qilamiz. Dalее va обычный holatda o'rnatishni so'raymiz. Dalее, Yandex brauzer bizga kerak emas. Hozircha o'chirib qo'yamiz. Bayroqchalarni olib tashlaymiz. Dalее va qolganlari turaveradi. Bayroqchalar установить. Ko'rib turganingizdek, mana bu AIM dasturi ham unchalik katta bo'lmagan dastur va o'rnatish tugatildi. Завершитni bossak, hozir ishga tushadi. Bayroqchani otashimiz hozircha завершить. Endi e'tibor bering, mana bu oynamiz hozir o'zi avtomatik ochildi-da, musikalniy проигрывательni AIMga o'zgartirib qo'ydi. Ya'ni AIM dasturi o'zi avtomatik tarzda o'zi men barcha qo'shiqlarni o'z
o'zim o'qiyman deb o'zini o'zi sozlab oldi. Shunday ekan bu juda ham ajoyib. Keling endi sinab ko'ramiz. Bizda qanday qo'shuv bor. Qo'shuv emas, mana bu joyda MP3 fayl bor. Montajdan alohida ajratib olingan. Bu faylni hozir ochmoqchi bo'lsam, albatta birinchi o'rinda IMP ishga tushadi. Mana e'tibor bering. Ko'rib turganingizdek, IMP dasturi ishga tushdi. Endi mana bu joyda yuqorida sekundlari ketaveradi. Xo'p, bundan tashqari keling mayli. Endi o'zi qo'shuqlar yo'q ekan shekilli bu joyda. Yo'q. Qo'shiqlarni siz o'zingiz topib o'tirib, uni IMP dasturiga joylashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda playlist yaratishingiz mumkin. Masalan, noviy playlist bo'lsa, menga yoqqan qo'shiqlar deb yozamizda, mana shu joy playlist bo'ladi. Endi bu joyga siz o'sha mana bu masalan qo'shiq deb oladigan bo'lsak, IMP ustiga olib kelib turib, mana bu joyga qo'ysak, o'sha kerakli qo'shig'imizni playlistga qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Lekin bu faylni o'zidan nusxa bo'lmaydi, shunchaki playlistga qo'shib qo'yiladi fayl. Shunaqa tarzda siz qo'shiqlarni playlistlarga taxlab olishingiz ham mumkin. Bu albatta o'zingizga xohishingizga bog'liq. Va bundan tashqari IMPni mamlakat holatga keltirib olishingiz mumkin. Bu yonboshga yopishib turadi va pastga bossangiz, ya'ni boshqa oynaga bossangiz, u yonboshga o'zi kirib ketadi. Agar uni yana qaytarmoqchi bo'lsangiz, mamlaqa oynacha hosil bo'ladi. Kichkina bosamiz, yana chiqib keladi. Yana ajratib olishingiz mumkin. yoki bo'lmasam kichkina holatga keltirib olishingiz mumkin. Aytaylik, fonetika. Mana bunisini olib tashlasangiz, kichkina holatga keladi, yana qulay bo'ladi. Bundan tashqari yana mana holatga keltirishingiz mumkin. Umuman olganda juda ham bir qulay. Qo'shiqlarni o'tkazish, shunga o'xshagan imkoniyatlari bor. Bular bilan qiziqib tanishib ko'rishingizni maslahat beraman. Endi bu videomiz ozgina cho'zilib ketdi. Shu sababli keyingi videomizni, mana KMP Player va yana bitta qo'shimcha dasturni ko'rsatmoqchiman. Uni shu videoning ikkinchi qismida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.